Ummaviy xalifalarning 8-chisi bo'lgan Umar ibn Abdulaziz ibn Marvon garchi 2 yil davlatni boshqargan bo'lishiga qaramay, o'zining adolati, idora ishlaridagi islohotlar bilan butun dunyoga mashhur bo'ldi. Shu bois uni bobosi Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ga qiyoslab ikkinchi Umar deyishgan. Umar ibn Abdulazizdek ulug' tobiinning hayotini o'rganish yurtimiz musulmonlari uchun foydali bo'lishini inobatga olib, Ramazon tuhfasi o'laroq serialni o'zbek tiliga tarjima qilib, e'tiboringizga havola etishga jazm etdik. Ushbu serial barchamiz uchun xayrli bo'lishini Alloh taolodan so'raymiz. Umar ibn Abdulaziz 5-adolatli xalifa. Makkaga hujum qilamizmi? Muqaddas shaharga-ya? Shunday qilsakkina undan butunlik qutulamiz. Bunga yo'l qo'ymayman. Allohning buyrug'iga qarshi chiqa olmaymiz. U yerda bo'lgan kimsa Allohning hifz va himoyasida bo'ladi. Buzg'unchilik qilishga hech kimning haqqi yo'q. Baribir uni mahv etaman. Bu bilan nima demoqchisan? Ichingdagini bayon qil, o'g'lim. Biz unga noma yuboramiz. Diqqat bilan o'qib chiqsin. Yaxshilab o'ylab ko'rib, Allohning uyini tark etsin. U yerni dahshatga solishdan nima naf? Mo'minlarga nima deb javob beramiz? Ka'bani Ibrohim va Ismoil alayhissalomlar tiklaganlardan beri muqaddas sanaladi-ku axir. Hatto jahiliyat davrida ham xuntalab bo'lgan kimsa otasi yoki akasining qotilini Ka'baning atrofida ko'rgan bo'lsa ham, boringki, hatto Makka atrofida ko'rsa ham, borib undan qasos olmagan, Makkadan tashqariga chiqishini kutgan. Biz johil emas, musulmon bo'la turib, nahotki Alloh muqaddas qilgan yerda qon to'ksak, buni yaratgan egamiz tasdiqlagan ham. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shuni sahobalariga ham uqtirganlar. Men johil bo'laylik deyotganim yo'q. Uni yaxshilikcha shaharni tark etishga, ko'ndirishga harakat qilamiz. Aks holda kuch ishlatamiz. Urush dedingizmi? Kuch ishlatish? Bunga men qarshiman. Bas qiling. Umaviy sherlar, o'zingizni bosib oling. Bu yerga sizlarni fikringizni bilish uchun chorlagandim. Ikkovingiz ham to'g'ri gapiryapsiz. Biroq adashayotgan joyingiz ham bor. Menga yoqqani fikringizni boricha bayon etyapsiz. Ma'qul kelmagani esa faqat mening fikrim to'g'ri deb turib olishingizda. Bu esa kelishmovchilik natijasida janjalni keltirib chiqardi. Janjalning onasi kelishmovchilikdir. Janjalning ortidan esa dushmanga aylanasizlar. Bu halokatga yetaklaydigan yo'l. Allohning o'zi asrasin bizni. Ey Amirul Mo'minin, biz sizni farzandlaringizmiz. Nasab daraxtining bir shoxlarimiz. Bizning ixtilof shunchaki shoxlarning kelishmovchiligi deb tushunish mumkin. Daraxt shoxlari arazlashsa ham, hatto shamol eksa ham hech qachon bir-biridan ajrab ketmaydi. Ular mana bu taxt kabi bir o'zakning navdalaridir. Shu taxt va uning egasi baxtimizga omon bo'lsin. Shu taxtni ikkovingiz ushlab turibsiz. Sizlar uning tayanchisizlar. Yo'q, Amirul Mo'minin, uning tayanchi o'zingizdir. Ka'baning homiysi Abul Validmi yoki Umaviylarmi? Ummatimizga xayrli bo'lgan barcha yaxshiliklarni Allohim siz orqali ato etsin. O'rtadagi ixtiloflar yo'qolib, birlashish nasib etsin. Ey Umarning otasi, aytchi, Ka'baning homiyligi kimning qo'lida bo'lishi kerak? Siz o'g'limizning bobosiz, ey Amirul Mo'minin. Mana men sizga aytgan Saqofiy janob Sakku. Uning otasi otamning do'sti edi. Men esa hojangni do'sti bo'laman, ey Shuayb. Yozishni bilasanmi? Yozish mumkin bo'lgan barcha narsa bilan yoza olaman. Pat qalamdan tashqari yana nima bilan yozish mumkin? Har qanday chiziq qoldiradigan narsa bilan.
Masalan, Saqofiy Masalan, patqalam bilan yo qilishning tig'i yoki nayzaning uchi bilan ham. Yura qol qizim. Qayerga? Ikkinchi voris Abdulazizni xotinini tabriklagani. Podachining qiziga qo'limni uzatmayman. Axir u bizga kelin, jiyaning Umarning onasi-ku. Inim unga mening noroziligimga qaramay uylangan. Ularni ajratib podachining qizini saroydan quvdirib yuboraman. Hatto Damashqdan ham. Bunday qilishingga hech kim yo'l qo'ymaydi. Aqlingni yig'ib ol, qizim. Uni oxiratga o'zim kuzatib qo'yaman. Baqirma, Marvonning qizi. Axir ayol qudami shu yerda. Eshitsin deb baqiryapman. Ovozingni o'chirmasang, burningni yerga ishqalayman. Yur, iningni va otangni hurmati uchun kelinni tabriklaysan. Tushundingmi? O'zim xohlagan paytda boraman. Xudoyim ey, erkaklarning boshiga bitgan balo sana. Halok qildingiz. Hayotimni barbod qildingiz. Merosimga ega chiqdinglar. Uyimizning tinchini o'g'irladinglar. Baringizdan nafratlanaman. Sen haqingda nima deganini eshitdingmi? Undan ehtiyot bo'l. Uni to'g'ri yo'lga solishga harakat qilaman. To'g'ri qilasan. Uni gap so'zlariga e'tibor berma. Qayni singillaringga yaxshi munosabatda bo'l. Ularni hurmatini joyiga qo'y. Qara, qanday ajoyib xonadon. Agar ering senga xizmatkor ayol keltirsa, uni ozod qil. Sen bilan qoladimi yoki ketadimi, o'ziga havola qil, toki biron yaxshi er chiqmaguniga qadar unga o'zing homiylik qilib turgin. Ana shundagina sen qo'l ostindigilarga to'liq adolat qilgan bo'lasan. Shunaqa. Qanday mehribon bular. Ona va qiz, ota va bobosi. Umarning xonadonidan hech qachon yomonlik chiqmagan. Xizmatkor, uning ko'zi va qulog'i. Ishonaver qizim. Seni har bir so'zingni va harakatingni kuzatib yurishibdi. Buni qaynagaching tayinlagan. Allohning kuzatishini o'zi yetarli, onajon. Nasihatim shuki, qayerda bo'lmagin, uyingda qul yoki cho'ri ushlama. Allohga yana ham yaqinlashmoqchi bo'lsang, qullaringni ozod qil. Bobom Umar ibn Xattobning nega qul qildingiz ularni? Axir ozod bo'lib tug'ilishgan emasmidi bu odamlar degan xitoblari hamon yodimda. Manavi nusxaning fisq va fasodiga tushib qolma. Agar menga ishonmasangiz, hojam, mayli uzoq o'lkalarga yuboring, roziman. Faqat mendan hayiqib muomala qilishlarini xohlamayman. Keyin hali kaminani sinab ko'rishmadi. Buni ham unutmang. Mayli, sinaganim bo'lsin. Agar sinovdan o'tsang, dushmanlarimizga qarshi yuboraman. Aks holda sen jazolanasan. Mana ko'rasiz, sizni albatta xursand qilaman. Unda hojangga Amirul Mo'mininga bay'at bermaganlarni kuzat. Kuzataymi yoki fosh qilaymi? Vaysaqa, o'rim-terim vaqt hali kelmadi. Bora qol. Ishingdan qolma.
Xo'sh, tanlovim haqida nima deysiz, ota? Tanloving menga yoqdi. Faqat uni o'zingga yaqin yo'latma. U tulkidek ayyor bo'lsa, qashqirdek xavfli. Agar uni dushmanga qarshi yuborsang, jilovini mahkam ushla. Men sizni o'g'lingizman, Amirul Mu'minin. Bilaman, faqat yodingga solib qo'yyapman. Sen esa Habashiston va Misr hokimi. O'z mulking tomon tadorigingni ko'raver. Buyrug'ingiz bilan yo'lga tushishga tayyorman, ey Amirul Mu'minin. Ey Shuayb, Yusuf deganing juda ayyor chiqib qoldi-ku. Sanoqli kunlarda taxtga yaqinlashib oldi. U maqsadiga erishmaguncha tinmaydi. Uni halol deb o'ylagandim. Baribir u bizlardan-ku. U haqda yana nimalarni bilasan? Otasi otamning do'sti edi. Otangiznimi? Yoki xojangiz Dinarningmi? Ey Abu Shuayb? Dinar Umayniyning g'ulomi bo'lganingni qayerdan biladi u? Siz aytib bergandirsiz. Yo'q, men emas. Bularni barini Saqofiyni o'z so'zlab berdi. U yana menga haligi Xatingni yoz. Yoz ablah. Birovlarning ishiga burningni suqma. Misrning hukmdori siz emasmisiz, hojam? taklif qilishda faqat rozi bo'lmadim. Begona joyda yasha olmayman. Undan tashqari u yerlar ukamniki bo'lsa, Tez orada hokimiyatingiz soyasi Xurosonga qadar yetib boradi. Avval u yerdan Ibn Zubayr tomonidan tayinlangan Al-Muallib Ibn Sufrni quvib chiqarish kerak. shunda biz seni Xurosonga amir etib tayinlaymiz, Saqofiy. Mening hojam, siz bulardan-da ortig'iga munosibsiz. Tez orada orzuyimiz ro'yobi bo'ladi. Orzularingni chegarasi ko'rinmaydi chog'i, Saqofiy. O'zim uchun emas, siz uchun hojam. Men faqat sizning qo'lingiz va shamshiringizman. Ey Xattobning o'g'li! Xattobning o'g'li! Foizlar kelishdi. Foizlar kelishdi. Foizlar kelishdi. Ko'rilganmi? Eshitilganmi? Ko'rilganmi? Subhanalloh. U maxfiy bilimlar egasiga o'xshaydi. Kim o'ylabdi deysiz? Kim o'ylabdi deysiz? Umar avlodidan bo'lgan ayol Umaviylardan bo'lsa-ya? Umaviylar Umar avlodi bilan qorishib ketishdi. Ey osim ansorlar, qorishib ketishdi. Umarning evarasi Umaviy bo'ldi. Yo'qol betofiq. Uni tinch qo'y, ziyon yetkazma. Uning aybi yo'q. Xo'p bo'ladi hojam. Osim uchun turdim. Kerak bo'lsa kelib, kallamni olinglar. Men tayyorman. Gardab bo'lmasang, o'zim kallangni olib tashlayman. Ey tog'u toshlar, bardam bo'linglar. Ey barcha tepaliklar, bardam bo'ling. Umar ibn Xattob seni qanday ko'rdi? Uni chaqirig'ini qanday eshitding? Ey tog'u toshlar, bardam bo'ling. Ey tepaliklar, bardam bo'linglar. Sizlarga xabarimni keltirdim. Bardam bo'linglar. Ey yuzida chandig'i bor kimsa javob ber. Ey yuzida chandig'i bor kimsa javob ber. Qanday qilib va qayerda Umar seni ko'rib qoldi? Ey yuzida chandig'i bor kimsa javob ber.
Uyg'onganda hayratda eding. Baribir hokimiyat Umar xonadonining vakiliga o'tadi. Bilib qo'y. Hokimiyat Umar xonadoniga o'tadi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Yolg'on gapiryapsan, devona. Hech qachon xalifalik Xattobning avlodi qo'liga o'tmaydi. Hech qachon. Eshikni oching. Yo'ldan qoch. Ota! Ruxsatsiz kirishga, xizmatkorlarga do'q qilishga qanday hadding sig'di? Ibo, hayo qayerda qoldi? Uyat bormi senda? Ota, siz bashoratni unutdingiz. Qanaqa bashorat? Hasad va nafrat qalbingni ko'r qilib qo'yibdi. Jahlingiz chiqmasin. Balki biror nimadan qo'rqib ketgandir, otasi. Oddiy bashoratdan qo'rqmayman. Gap Umar ibn Xattobning nabirasi haqida ketyapti. Bas qil. Bunchalik qo'rqishingga sabab bo'lgan bashorat nima ekan? Olib chiqib ket qizingni. Sharmanda qilding, qizim. Qani yur men bilan. Yo'q, oyi. Men buni Umaviylarni o'ylab qildim, ona. Taxt yana Xattobning avlodiga o'tmasin deyman. Nafrat. Ko'zlaringni ko'r, quloqingni kar, o'zingni aqldan ozdiryapti, qizim. Men baringizdan aqlli, uzoqni ko'ra bilaman. Umar ibn Xattobning avlodidan bo'lmish, yuzida chandig'i bor kimsa taxtni egallash haqidagi bashoratni nahotki unutgan bo'lsangiz, men buni hech qachon unutmaganman. Unutmayman ham, ona. Ichimdagi ovoz Umarning avlodi tomonidan bizga ziyon yetadi deyapti. Umarning nabiralarini bizga qanday aloqasi bor, qizim? Osimning qizi bizga qanday xavf solishi mumkin? Ona, ko'nglim sezyapti. Bizga xatar yetadi oldini olmasak. Miyangdagi bo'lmag'ur fikrlarni chiqarib tashla, qizim. Afsungarlik, folbinlik, irim-sirim, bularning bari yolg'ondir. Ona, Umar ibn Xattob kelajakni ko'ra bilgan. Kelajakni faqat Alloh biladi. Bo'xtonlar to'qimay, iningni tinch qo'y. Aks holda boshimizga baloni sen keltirasan. Ey Abu Umar, Misrning valisi, tun yarmida ko'rishamiz. Seni kutaman, Abu Valid. Umaviylar va'da berganda, qurbonlik keltirishga va'da berganda. Men doim va'damni bajarib kelganman. Kimki qurbonlikni va'da qilsa, o'shanga mas'ul bo'ladi. Hayronman, qanaqa va'da? Damashqning barcha qashshoqlariga taom beriladi yoki biron och qolgan kimsa qolganmi? Umaviy qurbonlik qilishga va'da berganda. Umaviy qurbonlik qilishga va'da berganda. Umaviy qurbonlik qilishga va'da berganda.
Assalomu alaykum, Ammor. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Kechagi va bugungi Umaviyni qutlayman. Ey Ammor, men oddiy vorisman. Iye. Bu nimasi? Cho'ponlik qilyapsizmi? Juda bag'ri kengsiz. Ko'p narsalarni yodimizga solib turasiz. Nimani unutdingiz? Nimani yodingizga soldim? Oldingizda qarzdormiz. Damashq yo'lida mehmondo'stlik qilasiz. Mayli, yura qoling. Marhamat. Ichishdan avval chayib olmaysizmi? Idishingiz toza, Ammor. Qalbingiz idishi esa undan-da toza. Uni ehtiyot qiling.